Bugun baliq o'yish quvozlari mana bugun hordiq qilib baliq o'yiga ketyapmiz. Mana 3 kishi Ro'shan akam, mana Sayfiddin akam orqadalar, mana kamina rolda o'zlari. Xudo xolasa bugun natijalar bilan bo'lishamiz. Imkon qadar ko'rsatishga harakat qilamiz chiqayotgan paytlarini. Xudo xolasa mana yo'llarimiz shunaqa joylardan ketyapmiz. Xudo xolasa agar videolarimiz yoqsa like bosib obuna bo'lib qo'ysalaring xursand bo'lamiz. Xudo xolasa chiroyli video qilishga harakat qilamiz. Akalar mana yerdan endi Ilonboshga mayda baliqcha usha olamiz. Xudo xolasa keyin joyimizga kirib ketamiz. Mayda baliq bu yerda juda ham ko'p. Mana shu yerdan yaxshi ushaladi. Mana akalar joyimizga kelib oldik. Xudo xolasa qarmoqlarimiz sekin sozlayapmiz hozircha. Yerda hozir joylarimiz. Xudo xolasa joylar chiroyli, chuqurda joylar. Bu Ilonbosh bor. Sadan Ilonbosh. Xudo xolasa natijalar ko'rsatamiz. Imkon qadar chiqayotganini ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana akalar qarmoqlar tashlab oldik. Yerdan sholini suzishyapti. Menimcha Ilonbosh kelsa kerak. Sholini suvi issiq bo'ladi sababi qarmoqlarimiz. Xudo xolasa endi kutamiz endi. Qatlovimiz xolasa natija bo'ladigan bitamiz. Suvimizni chayishganga ham o'xshaydi. Sababi suvni tagida oyoq izlari turibdi. Bilmadim endi. Bir harakat qilib ko'ramiz endi. Natijalar bo'lsa ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Akalar Ilonbosh ko'rdim hozir bitta. Xudo xolasa qoladigan bittaman. Borma. Barcha aytsam Ilonbosh ushlash qiyin. Baliq qoladi. Ilonbosh bor ekan. Xudo xolasa. Ushlashga harakat qilib ko'ramiz. Hozir shahar o'tlar tagida ketib qoldi endi. Chiqib qolar. Kutamiz, bo'lmasa o't ichiga tashlab ko'ramiz. Mana tomonda ham Ilonbosh kelyapti. To'g'risi kirib ketdi hozir tabloimizni. Mana shu yerga tashladik. Baliqcha ilib tashlaganmiz. Ajoyimiz qolsa. Qani olingchi. Bunisidan chiqib ketibdi-yu. Bunisida bormi? Shu olib chiqaman. Nimaga?
faqat unga urib yuboribdi-da. ilon boshmi endi bu? Ehtiyot bo'lamiz. Olimli qo'lingizda tevaga ko'rsatib bersangiz bo'ladi. Oh, yaxshi. 1 kilolik bor ekan-a? 1 kilolisi mana akalar. Xudo xolasa ularimiz davom etyapti. Joylarimiz zo'r. Mana shunaqa gaplar bo'lsa yana ko'rsatishda davom etamiz. Mana akalar, hozirgi ilon boshimizni olib chiqdik. Natijalar yaxshi, xudo xolasa ko'rsatishda davom etamiz. Mag'imizga ilon bosh tushibdi. Hozir mana ko'rsatamiz sizlarga. Hozir bu yana ilon bosh. İlon boshimiz. O natijalar yaxshi, xudo xolasa yana ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana akalar, qalmog'imizga sazan ilashdi. Tushib ketmasa bo'ldi, xudo xolasa. Hop, bali. Mana sazanimiz, xudo xolasa natijalar bor. Mana akalar, endi bugungi natijalarimiz 4 ta ilon bosh, 2 ta sazan bo'ladi. Xudo xolasa keyingi safar yana chiroyli natijalar qilishga harakat qilamiz. Like bosib qo'yishingiz chiqmasin, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa chiroyli videolar chiqaramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.